Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Aviakassa Aviasoxon. Hammaga ma'lumki, har doim Aviakassa Aviasoxon sizlarni aksiya biletlari bilan tanishtirib kelgan. Bugun esa hammaga kerak bo'lgan ma'lumot, ya'ni aeroportda qo'shimcha yuklaringizni qay tarzda, qay tartibda olib o'tishingiz kerak, shular bilan tanishtirib o'tamiz. Hamma aviakompaniyalarining pravilalari, bagaj qo'shish bo'yicha narx-navolari albatta boshqacha bo'ladi. Masalan, O'zbekiston havo yo'llariniki 1 kilodan 10 kilogrammgacha 1800 rubl, 10 kilodan 23 kilogrammgacha 4500 rubl, 3800 rubl kursga qarab o'ynaydi. Shuningdek, Centrum Air aviakompaniyasida ham shunday, unda lishni bo'lgan 1 kilo, 2 kilo yukingizga emas, balki faqatgina 23 kilogramm bagaj qo'shishingiz mumkin. 3800 rubldan bu ham kursga qarab narxlari o'zgaradi. Qanot Sharq aviakompaniyasi, bu aviakompaniya ham O'zbekistonga tegishli bo'lib, bunda ham bilet olganingizcha 23 kilogramm bagaj qo'shib olsangiz bo'ladi. O'sha vaqtning o'zida arzon bo'ladi, 23 kilogramm 4000 rubl bo'ladi. Aeroportda qo'shimcha yukka to'lamoqchi bo'lsangiz, unda 23 kilogramm qo'sha olmasangiz, kilosiga 600 rubldan oladi. Rossiyskiy Aeroflot kompaniyasi, bu kompaniya qo'shimcha yukingizga, ya'ni 1 kilo, 2 kilo yukingizga pul olmaydi. Bunda faqat 23 kilogramm дополнительный bagaj sotib olishingiz mumkin. Bu ham 4500 rubldan. Rossiyaning yana bir aviakompaniyasi Pobeda hisoblanadi. Pobedada 10 kilo, 20 kilo, 32 kilolab bagaj qo'shishingiz mumkin. 2800, 3800, 4800 bu ham kursga qarab narxi o'zgaradi. Rossiyaning Yuter kompaniyasi, bunda ham 10 kilogramm, 20 kilogramm, 30 kilogramm bagaj, nafaqat bagaj, balki ruchnoy ham qo'shsangiz bo'ladi. Дополнительно bularning ham narxlari kursga qarab o'zgaradi. 2800, 3800, 4800, 5500 gacha. Va oxirgi aviakompaniya Uralskiy avialiniya, bunda ham 10 kilogramm, 23 kilogramm, 20 kilogramm, 30 kilogramm дополнительно bagaj qo'shishingiz mumkin. Bu ham kursga qarab narxi ko'tarilib tushadi. 2800, 3800, 4800 rubl. Shunga o'xshash qiziqarli va foydali ma'lumotlarni bilish uchun Aviasoxon Instagram profilimizga obuna bo'lib qo'ying va o'zingizga kerakli va qiziqarli bo'lgan savollarni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.